Bizga xush kelibsiz. Bugun bizda bitta kanalimiz pul ishlab turgandi, lekin xuddiki Rossiya AdSense bloklanadi-yu, bilsanglar, xuddi shunaqa bloklanib qoldi. Lekin bu Rossiya AdSense emas. Diqqat qilinglar. Bu Rossiya AdSense emas yoki Rossiyada yashaydigan odam emas yoki boshqa Rossiya nomeriga aloqasi yo'q bo'lgan kanal. Lekin ayrim kanallarda mana shunaqa bloklanish bo'lib qolyapti do'stlar. Diqqat qilinglar, agar mana shunaqa bloklansa, AdSense akkauntni yo'qotmanglar. Agar AdSense akkauntni yo'qotsanglar, bu jarayon juda ham cho'zilib ketadi. Biz yaqinda shu kanal pushashga ulab berdik. Keyin o'zini bloklanib qolibdi. Keyin men tekshirib qarasam, biz yangi AdSense ochganmiz-ku baribir. Yangi AdSense'imizni YouTube tak tugi bilan delete qilib tashlabdi. Shuni hisobiga o'chib ketibdi. Endi mana qaranglar, bitta obnovleniya beraman. Mana bitta obnovleniya bersam, kanal pul ishlashga qayta ulandi, ko'rdinglarmi? Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, bu muammo nimadan kelib chiqar ekan? Oldin Rossiya AdSense sanadi. Asosan 100% shundan bo'lardi. Hozir esa yangi yana qoida chiqibdi YouTube'da. Qanaqa qoidaki, endi o'sha AdSense ochayotgan paytingizda sizni robot deb o'ylasa ham shunaqa kanalingiz bloklanadi. Endi bitta minus tarafi bor buni. Ko'pchilik AdSense virtual nomerlarga ochish holatlari ham kuzatiladi. Masalan, o'zbek nomerlar qabul qilmaydi, to'g'rimi? SMS jo'natasiz, kod kelmaydi, qabul qilmaydi, virtual nomerga ochib yuboradi. Agar virtual nomerga ochib yuboradigan bo'lsa, bu kanalni umrbod bloklanishiga olib kelishi mumkin. Biz lekin ishimiz toza. Biz hammasini real nomerlarga ochamiz. Shuning uchun operatsiya qilganimizda mana qayta kanal ochilib ketdi do'stlar. Shuning uchun tavsiya qilardim, AdSense ochayotgan paytda virtual nomerlar ishlatmanglar. Virtual nomer ishlatsanglar, bu kanallar yopilib ketishiga yoki bo'lmasa boshqa sabablarga, hozir ko'rib turganingizdek, shunaqa sabablarga sabab bo'lishi mumkin xolos. Umumiy holatda shunaqa do'stlar. Yordam kerak bo'lsa YouTube bo'yicha любой masala, AdSense, soliq, pul yechish, pulga ulash, xullas nima masala yordam kerak bo'lsa 99lik 791 32 32 do'stlar. Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.